Adres tushuntirib o'tay. Katta Qo'yliq bozor. Ko'rayotganingiz yangi qurilayotgan dom. O'shani tagidagi ko'cha. Ko'cha asfalt bo'lgan. Gaz bor. Svet bor. Городской vodoprovod bor. Ariq bor, suv bor. Sechki bo'lgan. Uyimizda eshitdilar razmerini. 11 metrga 30 metr. Xohlasanglar 3 sot o'qib beradi, xohlasanglar 2 sot o'qib beradi. Sotiga $16,000 dan. Ozgina kami bor, joyda gaplashamiz. Telefon nomerini yozaman. Telefon qilinglar. Sizlarga matlar aytman. Aytgancha profilda bundan boshqa yana uylar bor, kirib ko'ringlar. Hozirgi lokatsiyamiz Risa Optniy mahallasi deyiladi, Sholikor mahallasi deyiladi. Ko'cha yuzidan 300 metr ichkarida katta yo'l, mashina yo'l ko'rinib turibdi. Shunaqasi kirib chiqsanglar bo'ladi. Qurilish qilaman desanglar ham juda zo'r. U qilsa bo'ladi qurilish. 2 metr tashlab beradi ichkariga qarab. 10 metr, 20 metr, 30 metr xohlagan razmeringlarda. Bundan boshqa yana uylar bor. Profilga kirib ko'ringlar. Telefon qilish esdan chiqmasin. Telefon nomerini yozaman. Obuna bo'lish, podpiska tashlasham esdan chiqmasin. Xohlasanglar 2 sotik olasizlar, xohlasanglar 3 sotik, xohlasanglar mana shu butun uchastka, yaxlit uchastka 15 sotik chiqadi. Yaxlit olsanglar yaxshigina kelishtirib beradi. Bo'tga kotej qurib olsanglar ham bo'ladi, 2 etaja qilib dom qurib olsanglar ham bo'ladi. Nima qilaman desanglar, hammasiga poзволяет qiladi. Telefon nomer yozaman, telefon qilish esdan chiqmasin.